Assalomu alaykum vatandoshlar, yaxshimisizlar? Hammalar sog'lom, tinchmisizlar? Shu odamzodni qo'li gul deydilar, haqiqatdan ham shunday ekanda. Yana bir marta shu odamzodni ishiga odam baribir qanaydir tan beradi-ku, unday bir faxrlanib aytadi-ku. Shu ishlagan ustobachalarga necha baho bo'lsa shu bahoni qo'yaman, eng balandda. Shu tunukafonchilar bor ekan Qaralbozordan, firmasini o'ta Kraf degan firma. Anvarjon ukamizni boshlig'icha ochilgan. Qo'l ostida ishlaydigan bachalar ham juda toza bir halol bachalar ekan. Shu bachalarga zakaz berdik, tunukaфон qildirishga. Tunukaфон qilib ketdi bachalar. Biron narsani sotib olmaysiz, biron narsani olib ham kelmaysiz. Dazu sho'rp, reka, hamma narsani o'zlari olib kelib, o'zlari qilib ketdi. Bitta tomosha qilinglar. Sizlar ham baho berasizlar. Mana juda lekin ajoyib ustobachalar ekan. Gapi yo'q, rahmat. Ustalarga отдельно rahmat. Kim agar shunaqa tunukaфон qilaman desa, telefon nomerlarini qoldiraman. Shu Anvarjon ukamizga chiqasizlar. Nasib bo'lsa, ishlaringiz besh qilib beradi lekin. Samarez, sim, reka, biron narsaga boshingizni og'ritmaysiz. O'zi ketiradi, o'zi qurib beradi. Hamma narsani chiroyli qilib. Uni insoflik bacha, uni pulini ham baland aytib, hamma joydan solishtirib ko'rib so'raysizlar, juda arzon. Ayniqsa bani otimdan chiqsangizlar, Qaralbozordan Ustamagan otidan yana arzon qilib beradi. Hammaga rahmat. Tunukaфон qilaman deb qiziqib yurganlar bo'lsa, shu bachalarga chiqinglar, chunki o'zim xonadonimni qildim. Hammaga rahmat.